Bizi davrimiz ana shu oxir zamonga yaqin bo'lib qoldi. Shu davrda yashayapmiz. Ana shu oxir zamon yaqin bo'lgan paytda sodir bo'ladigan ishlar haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarga xabar berganlar. Oxir zamonda sodir bo'ladigan ishlardan bittasi bizi ummatning 73 firqaga bo'linib ketishligi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Iftaraqatil yahud ala 71 firqa." Yahudiylar 71 firqaga bo'linishdi. Vaftaraqatin nasara ala 72 firqa. Nasroniylar bo'lsa 72 firqaga bo'lindi. Va sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa. Endi mana bu ummat, Muhammad alayhisolamning ummati 73 firqaga bo'linadi. Nariga ikkita ummatni bo'lindi deb o'tgan zamon fe'lida tushuntirdilar.